muammo nima uchun beriladi deb o'ylaysiz o'zi insonga? Mana shu sizni sohangiz masalan kasallik. Meni sohamda ruhiy holatidagi baxtli yashashga yo'l bermayotgan his-tuyg'ularda aslida insonga nima uchun beriladi muammo yoki mana shunaqangi kasallik? Nima deb o'ylaysiz? Nima natijasi bo'lishi mumkin bu? Hayotimizda har bir bo'lgan yomon voqea yoki uchragan yomon odamlar ham dars bo'lar ekanda. Masalan, qattiq bitta yo'lda ketasiz, bitta muammoga duch kelib qoldingiz, o'sha narsa ham yaxshilikka men juda o'zim ko'p sinaganman. Chunki Karmana tumanida onalik bolalik bo'yicha zamg'arach boshliq o'rinbosari bo'lib ishlaganman 2-3 yil. Yaxshi mutaxassis qadriga yetmaydigan insonlar endi bilmadim-ku, o'zimning fikrim. Bo'ladi shunaqa odamlar. Qarasam mehnatlarim havoga uchyapti. Men hayotim mana shu Karmana tumanida onalik bolalik bo'yicha boshliq o'rinbosari lavozimidan bo'shagan kunim o'zgarib ketgan. Muammoli vaziyatlar bo'lib qoldi, kadrlar bilan, glavvrach, shu bo'limda har xil vaziyatlar, patsientlar bilan shikoyat qilib ustimdan juda ham g'alati vaziyat, juda qattiq tushkunlik, stressga tushganman. Lekin o'sha narsa men hayotim butunlay o'zgartirdi. O'sha insonga menga yomonlik qilgan asli. Haligacha rahmat aytaman. Yo, bu haqiqat bu. O'shanda bo'shagan kunim частный klinikamni ochdim, orzumdagi mashinani oldim. Hayotimizda o'sha muammo bironta yomon insonni bekorga emas. Faqat Alloh tarafidan aslida siz yaxshi narsaga loyiqsiz, o'sha eshik yopildida undan ham yaxshiroq ochiladi.